tez kunda sotilib ketadigan uchastkamiz chiqdi. Chunki ko'rib yuribmiz-ku, bunaqa sizlarga o'zbekona yoqadigan yangi qurilgan 5 ta xonali, 3 ta sanuzelli, 3 sutuga hovlilari bilan tayyor patkuluch bitgan uyimizda narxi ham zo'r. Xudo xolasa zo'r bo'lmasa like bosmaysiz, zo'r bo'lsa nobodda yoqsa bitta bosib o'rasiz. Sentralniy kanalizatsiya, gaz, tok, suv hammasi o'tgan. Asfalt mana yerdan to'xtagan, u yog'iga bir 50 metr, 40 metr, lekin asfalt pulini sotib o'tgan odam to'lab beradigan bo'ldi. Keling ko'rsatib uy ichidan. Pakatsamizda Hasanboy bo'ladi. Beton yo'ldan taxminan 1 kilometr nari berisda kirasiz. Uyimizdan ichkaridan ko'rsatamiz. Mahallamizda 12 metrlik, men qadamlab sanaganimda yashil hududlari bor. O'rtada mashina qo'yib qo'yishdan bemalol mashina o'tiradi. Keling. Hovlimizga kirib kelishimiz bilan faizli hovlimizda, bir etajli uyimizda, bu tarafimizda katta otaxon, onaxonlarimiz uchun mehmonxona ko'cha tarafga qaragan, bu yotoqxona hovliga qaragan oyna romlari, bu shular uchun bitta sanuzeli bo'ladi. Keling, mashina qo'yish uchun joylar bor, hovlida yashil hududlarimiz bor. Bu past tarafimizda 3 ta xonamiz, hol kirib kelishimiz bilan o'ng tarafda bitta kattagina, yaxshigina. Hop, chapdan boshlaylik, oshxonamiz. Oshxonamizni ham ko'ryapsizlar, katta, keng qilib qilingan. Bu tarafda umumiy sanuzelimizni ko'rasizlar. Bu yoq tarafimizda yana bitta xonamiz bo'ladi. Xohlasanglar yotoqxona, xohlasanglar mehmonxona qilib olsanglar bo'laveradi. Bu tarafda yana bitta xonamiz, kichikroq, detskiy, bolalar uchun yotoqxona. Bu kattalar uchun yotoqxona qilsak bo'ladi. Nega desangiz, buning ichida o'zini sanuzeli bo'ladi. Xo'p, sizlarga ko'rsatgan uyimizda 149 ming egalana raqami opisaniyada bo'ladi. Endi yoqdi to'g'rim, bitta like bosib qo'yasiz.